Drabilkasini yana qanaqa drabilkalardan bor. Bitta hammasini obzor qisqacha qilib ketaman. Mana bu makkani istaydigan, ya'ni makkani so'tasini donadan ajratib beradigan bo'ladi. Narxi 3 million so'm. Mana bunisi Monster kichkina 220 lik va 380 lik variantlari ham bor. Buni narxi 5 million 800 ming so'm chiqqan. Akalar, mana ko'rinishlari bu drabilka. Bu ham universal drabilkamiz, maydasidan bo'ladi. Akalar 2 million 800 dan chiqqan 4 kilovatli avtomat shitlari bilan jihozlangan universal va materiallari ham qalinidan bo'ladi buni. Mana bu kattasi varianti, mana bu katta varianti, mana narxi mis motorli bu 4 kilovatli mis motorli, narxi 3 million 200 dan qilib beryapmiz akalar, kattasidan bu. Bao firmasidan bu ham. Mana bu granulyatorimiz 37 kilovatli gigant. Mana videolarda ko'rasizlar, xitoyliklar ishlatadi. Mana shu granulyatordan bo'ladi, 37 kilovatli, motorlari ham juda bahaybat. Bu ham mendan balanddan, bunaqasiga ham uzun, juda kattasi. Xo'p, mana bu 220 da ishlaydigan granulyatorimiz. Hozir ishlatib buni ko'rsatib beramiz. Pastda videolarni qo'yib o'tamiz. Granulyatorimiz. Mana bunisi vakuumli drabilka 220 da ishlaydigan. Bu chugunlisi bo'ladi, mana bu temirlisi bo'ladi. Akalar, metall temirdan, mana bu chugundan bo'ladi. Qalinligini ko'ryapsizlarmi? Qalindan bo'ladi. Soatiga 300 kilo, 6 ta setkasi bo'ladi. 4,5 kilovatli mis motorli bo'ladi. Buniki 4 kilovatli. Xo'p, bunda ham 6 ta setka bo'ladi. Xo'p, soatiga 250 kilo chiqarib beradi. Bu ham sotuvda bor. Avtomat shitlari bo'ladi o'zida, komplektida. Keyin bundan tashqari yana qaysi bao drabilkalardan bor? Hozir hamma trendda bo'lgan mana bu akula drabilkalardan ham bor akalar. Bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilsanglar, mana shunaqa akkumulyator akula drabilkalardan sizlarga ham chiqarib beramiz. Bemalol sklatimizda hali ancha bor, yetadi hammaga bemalol. Kattasi desa kattasi, kichkinasi hammasidan bor. Mana bunisi vakuum drabilka, bu tomon universal drabilkalar, bu tomonda granulyator 220, 380 variantlar bor. Sklatimizda hammasidan bor, bemalol pastdagi nomerlarga telefon qilsanglar, bemalol yetkazib beramiz. Mana bular esa hamma bilgan samodelka deyishadi, lekin bu Xitoy varianti, Xitoydan chiqqan varianti. Mana upakovkada turibdi, ochiq yo'q ekan ko'rsatishga. Hozir men sklatdaman. Mana shunday hozir yuklarimiz bor, mana motorlari. Kesinglar, bemalol akalar, sklatdan desanglar, sklatdan, do'kondan desanglar, do'kondan qilib beraveramiz akalar. Pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilsanglar, qaysi biri kerak bo'lsa telefon qilsanglar, kelishtirib narxini qilib beramiz.